Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yana bitta bekitimizni 10 kilovatlikni bitirib oldik, ishga tushirdik. Panellarimiz, Jinko panellarimiz 620 vatli. Metallarimiz Atsinkonli metallar bilan 180 gradusga qarab turibdi. Alyuminiy o'zi maxsus kreplenalarida qiyaligimiz 30 gradus, kabellarimiz gofrlarga kirib. Bu stansiyamiz narigi stansiyalarga qaraganda ozgina qimmatroq bo'ladi. Nimaga? Shu Atsinkonli profilli hisobiga. Invertorlarni ham ko'rsataman hozir. Invertorlarimiz mana Sangro invertorlari. Bu o'zlarini eski panellari ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xizmatlar bo'yicha pastda raqam qoldiraman.